Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçiler. Yaxşımsızlar? Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga həmminglar xuş kəpsizlər. Mən İftihar Abdurşid. Bugün Peşembe. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Uzun yıllardan beri Şərq Türkistanның milli azadlığı, xalqının hörlüki üçün hayatını bağışlayan peşqadam inqilabçı, siyasetçi, aktiv fəaliyyətçi, cemaat ərbabı Gulamiddin Ahmad Paxt əpəndim 2025 yılı 2. ayının 19. günü səhərdə 95 yaşında vafat boldu. Mərhumның vafat bolğanlıq xəbəri Facebook qatarlıq ictimai aloqa vasitələrində tarqalğandan keyin muhaciratlik Uyğurlar bəs-bəsdə özünün qaygılıq hissiyatını və axiratlik tiləklərini bildirdi. Dünya Uyğur Qurultayı bu haqda təziyaname e'lon qilgan bo'lib, milliy ustozimiz Gulamiddin Paxt əpəndimning Uyğur xalqi uchun ko'rsatgan o'chmas xizmatlari muayyanlashtirilib, mundaq yozilgan. Sharq Turkiston xalqining faxrlik o'g'loni ve Uyghur xalqining davosiga fidokorlik bilan xizmat qilgan ustozlarimizdan Gulamiddin Ahmad Paxt əpəndimning musibat xabarini cho'nqur qayg'u ichida angladik. Oningdan ayrilib qilish Uyghur xalqi uchun cho'ng bir yo'qotish hisoblanadi. Gulamiddin Ahmad Paxt əpəndimning hayoti Uyghur xalqining erkinligi, madaniyati va kishilik huquqini qo'g'dash uchun o'tdi. U faqat bir akademikla bo'lmasdan, bar kuchi bilan zulm sistemga qarshi qalamini qoral qilgan bir jangchidir. Vatandan ayrılgandan beri xalqiga bir umid mash'ili bo'lib, millatining davosidan hech voz kechmadi. U xalqining qalbida abadil abad yashaydi. U milliy davoyimizning simovillan bo'lmasdan, kelajakdagi avlodlarning yo'lini yo'ritquchi chirog'dir. U sadoqati va muhabbati bilan davo musofimizga o'chmas iz qoldirdi. Uning ish izlari Uyg'ur xalqining hurlik musofisida mash'al bo'lib yong'isi. Bu qayg'uli kunda milliy ustozimizning oilasiga, urug' tuqqan do'st birodarlarga va butun xalqimizga cho'nqur ta'ziyamizni bildiramiz. Marhumga Allohdan rahmat, mag'firat va yotgan yerining jannatda bo'lishini tilaymiz. Gulamiddin Paxt əpəndim 1930 yılı 4. ayının 15. günü Qashqarda dunyoga kelgan. Uning dadisi Ahmad Paxta Qashqarda ota meros paxta tijarati bilan shug'ullanib kelgan. Öz davrining o'qimishli zotlardan bo'lib, 1933 va 1934 yillari Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatida muhim vazifalarni atqargan. U o'z vaqtida general Mahmud Muhitining qo'llashiga erishgan. 1937 yili Mahmud Muhiti Qashqarni tashlab chet elga ketishga majbur bo'lgandan keyin Shansey Qashqarda dangliq Uyg'ur boylari va ziyolilarini tutqun qiladi. Ahmad Paxtimo chet elga ketishga majbur bo'ladi. Oilasidagilar uni o'lib ketdi deb biladi. Qashqarda balliq davrini o'tkazgan Gulamiddin Paxta oradan 14 yil o'tganda dadisining Turkiyada hayot ekanligidan xabar topadi va Turkiyaga kelib dadisi bilan jam bo'ladi. Gulamiddin Paxta Turkiyada o'qib, oliy maktabni bitirib, bir mezgil Turkiyada xizmat qilgandan keyin 1955 yili Germaniyaga o'qish uchun boradi va Germaniyadagi Ozodlik radiosida ishlaydi. 1960 yillarda u radio tarafidan Nyu-Yorkdagi bosh shtabiga avatilib, O'rta Osiyo xabarlarini anglatadigan muxbirlikqa tayinlangan. U bir yaxdan Ozodlik radiosi uchun ishlasa, bir yaxdan Amerika Ovoz radiosining O'zbekcha kanalidagi Osiyoga ochilgan nazar sahifasi uchun maqol yozgan. Keyin u Amerikada Amerika Turkistonliklar birligi tashkilotini qurib, o'z millati va O'rta Osiyodagi qarindoshlarining erkinlik talaplarini Amerikaga yetkazgan ham dunyoga anglatgan. Uning uchun ko'p yil faoliyat qilgan. 2012 yili Dünya Uyghur Qurultayining oliy maslahatchisi, ayni vaqtdagi Qurultay televiziyasining riyosatchisi Farxat Yo'rinqash әпәндім milliy ustozimiz Gulamiddin Paxt əpəndimni ziyorat qilgan bo'lib, u o'zining vatandan ayrilish jarayoni va qisqacha tarjimali haqida to'xtalib, mundaq degan edi. Gulamiddin sizga shu savoldan boshlamoqchiman. Siz bu hozirgi vatan sirtida hozir muhojiratda yashayotganlar sizga 60 yildan oshdi. Meningki mo'ljarim qaragan vaqtida. Bu siz vatandan qachon ayrilgan, bu vatandan ayrilish sababingiz qanday bo'lgandi? Avvalo, bana bu fırsatını verdiğiniz için rahmet okuyayım. Sizге rahmet. Assalamu alaikum aziz bizim avazımızı tanıştıkça aziz kardeşlerimiz ve vatandaşlarımız. Ben Şarkı Türkistan'dan 1949 yılı September'in yani 9. ayının 26. günü yalnız menemez bütün Qashqar halkı, Xotan, Yarkan hem yerden bulup 11.500'e yakın muhacirler Xitay Halk Azadlık Armiyası diyen armiyi Ürümçini
Ürümce'ye gelip, Üyer'den Kaşgar'a geliş aldı da 8 gün evvel bizge haber kelgendi Kaşgar'a. Gomindan'ın çegara sakçıları kaçıp ketken. Çegara uçup kaptı diyen gepni anlaş bilen beraber bütün halk keçi gündüz demestin. Her taraftan gelgen halk şu çuğulup bazıları yalanlayak olsun mu? Bazıları iş güç, öy, Serabincan'ın hemmelerini taşlap Taşkırı'ga, Hindistan'a çıkıp geçiş yolu hazırlangan idi. Mana şu çağlarda Sovyetler İttifakı, Kırgızistan, Kazakistan ve bütün Tacikistan hemmi çegerini bekitip etken idi. Yalnız bir lam yol kalgan, o mu aşı Himalaya tağlarından ötep Hindistan'a çıkıştın başka yol yoktu. Mana şu çağlarda 1900 tekrarlay 49. yılı. 9. ayının 26. günü Kaşgar Hitkar'ın oturusqa yoğun bir taxtada 16 maddelik bir ilanname, yoğun xat bilen yazılgan ilanname çaplangan idi. Mana bu xatda deydi, bugünden itibaren Gomindan hükümeti bilen birleşip Şinjan tinçlik yol bilen azat boldu. Sizler bugünden başlap bütün halk azat buldunlar. Mana bunu okuş bilen halk köpleri kaygırıp. Hem de Rus getip Xitay Gomindan kelgende sen Rus taraftarı dep 100 minlerce adam kırıp taşladı. Kazılık yapımızda. Hem de Gomsan'dan kelgende tahım ondan yaman buluşu mümkün. Sen pan-Türk, sen pan-İslamcı, sen Gomindan taraftarı, sen şu taraftarı, bu taraftarı dep kırıncılık kılıdı dep. Bugüne kadar Gomindan hükümetinin asareti astıda kafesteki kuştek hiçbir çet elge çıkanmagan, hacgı baranmagan halk köpleri şu vatenden çıkış için yolu hazırlandı. Mana şu çağlarda ben mo evvela hazırlangan edim. G'ulamiddin Paxta Efendining hayoti, vatandan ayrilish, vatanga talpinish va vatanning ozodligi uchun kurash qilish bilan o'tgan hayot bo'lib, Erkin Asiya radiosimi bu to'g'riliq ko'plagan programma va ko'p qismli hujjatli film ishlab tarqatgan edi. 15 fevral vafotining 15 yili munosabati bilan Anqarada marhum general Mehmet Rizobekin va Sharq Turkiston milliy kurashi degan temada ilmiy muhokama yig'ini o'tkazilgan. Bu yig'in Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfi, Uyg'ur akademiyasi, Sharq Turkiston vaqfi, Azofli ijtimoiy yordam va madaniyat jamiyati, Sharq Turkiston tadqiqot vaqfi qatorliq tashkilot va jamiyatlarning o'rtaq sohibxonligida o'tkazilgan. Yig'inga Istanbul, İzmir ve Ankara qatorliq shaharlardan xili ko'p sonda kishi qatnashgan. Sharq Turkiston istiqlol marshi bilan boshlangan yig'inda Azofli ijtimoiy yordam va madaniyat jamiyatining raisi advokat Arzuman Azofli apandi ichilish so'z qilib mundaq degan: 20-asrda ikki qatim davlat qurgan hamda qurilgan davlati Xitoy va Sovet ittifoqining hiyla mikrlari bilan putirab turolmagan, qahramonliklari bilan o'chmas iz qoldirgan Uyg'urlar tarixda Uyg'ur davlatining kuchini namoyon qilishga muvaffaqiyat qozongan edi. Echilish murosimida so'z qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashkiliy ishlarga mas'ul muavin raisi Abdurashid Abdulhamid apandi so'zida Mehmet Rizobekinni hurmat bilan eslaydiganligini ifodalab, da'voyimizning davomlashishi uchun general Mehmet Rizobekin nihoyat ko'p kuch va muhim ishlarni o'tirg'a chiqargan, uning Turkiyada o'qitib yetishtirgan o'quvchilari hozir Turkiyada va dunyoning o'xshamagan joylarida Sharq Turkiston milliy kurash yo'lida aktiv faoliyat qilyotidi degan. Mehmet Rizobekin va Sharq Turkiston milliy kurashi temidagi ilmiy muhokama yig'inida Istanbul tijorat universiteti professori Abdulhamid Avshar, Egey universiteti o'qituvchisi professor Olimjon Inoyat ve İstanbul Oğullar Toluq O'tir Mektebi o'qituvchisi ve merhum Mehmet Rizobekinning yaqin tuqini Muhammed Eli o'g'li qatorliqlar so'z qilib, merhum Mehmet Rizobekinning hayoti ve ish izlari to'g'risida to'xtalgan. Yig'inda so'z qilgan professor Olimjon Inoyat apandi Mehmet Rizobekinning Uyg'ur yoshlarini bilimli qilib yetishtirishga qo'shgan to'hfasini alayda eslab o'tgan. Uning qarashicha, merhumning kuch chiqarishi bilan ko'p sonda Uyg'ur yoshlari Turkiyaning har qaysi universitetlarida o'qigan bo'lib,
Bu o'quvchilardan yetishib chiqqan 30dan ortiq Uyg'ur ziyoli hozir Turkiyaning o'xshamagan universitetlarida o'qituvchi bo'lib xizmat qilmoqda. Shundaqla dunyoning har qaysi joylariga tarqalgan o'quvchilarimi Uyg'urlar masalasini xalqaralashtirishda aktiv xizmat va faoliyatda bo'lmoqda. Professor Olimjon Inoyatning bildirishicha, marhum general Mehmet Rizobekin yana tashviqotga ahamiyat bergan. Marhum bir iqtisodiy fond qurib, Uyg'ur yoshlarni yetishtirish va sistemlik bir tashviqot organi qurishni nishon qilgan, shuningdek Uyg'urlar masalasini tonishtirish uchun Sharq Turkiston ovozi nomida bir jurnal ta'sis qilgan edi. Professor Olimjon Inoyatning bildirishicha, marhum general Mehmet Rizobekin chet elda o'qib yetishib chiqqan va Turkiya armiyasida xizmat qilgan birdan-bir harbiy general. Marhum 1925-yili Xotan shahrida tug'ilgan bo'lib, 1933-yildagi Xotan hukumatining amiri marhum Muhammad Emin Bug'roning qiynisi edi. 1934-yili Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati munqariz bo'lganda amdila 9 yoshga kirgan Mehmet Rizobekin qiyin akisi milliy inqilobchi Muhammad Emin Bug'ro bilan birga Afg'onistonga hijrat qilib, Kabul shahriga o'rinlashgan. 1938-yili Muhammad Emin Bug'roning tashabbusi va Turkiyaning Afg'onistonda turishliq bosh elchisi Memduh Shavkat Asandalning yardım bilan Mehmet Rizobekin Turkiyaga kelib, Turkiya Maltepe harbiy o'rta maktabida o'qigan. 1944-yildan 1948-yilgacha Turkiya quruqliq armiyasi zambirakchilar qismida o'qigan. O'qish bitirgandan keyin Turkiya armiyasida rasmiy harbiy ofitser bo'lib xizmat boshlagan. 1950-yili Koreya urushi yuz berganda BDT harbiy qismlari tarkibidagi 1-Turk polkining zambirakchilar batalyonining qo'mondoni bo'lib, Xitoy armiyasi va Shimol Koreyaga qarshi urush qatnashgan. Urushda alayda xizmat ko'rsatib, G'azi unvoniga erishgan va oltin medal bilan mukofotlangan. Koreya urushidan qahramonlik unvoni bilan qaytgan Mehmet Rizobekin Turkiya armiyasida general va harbiy maslahatchi bo'lib, davlatning muhim o'rinlarida xizmat qilgan. 1973-yili general mayorlik unvoniga erishgan. 1977-yili harbiylikdan dam olishga chiqqan bo'lib, 1986-yili Istanbulda qurilgan Sharq Turkiston vaqfining raislik vazifasini ustiga olib, aktiv xizmat qilgan va milliy da'voning Turkiyadagi o'rnini yuqori ko'targan. Muhammad Rizobekin 1992-yili Turkiyada o'tkazilgan Sharq Turkiston Milliy Majlisining faxriy raisi, 1998-yili Turkiyada qurilgan Sharq Turkiston Milliy Markazining raisi, 2004-yili Germaniyada qurilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining faxriy raisi bo'lgan. Marhum general Mehmet Rizobekin 2010-yili 2-oyning 16-kuni kasallik sabab bilan 85 yaşında Ankara'da vafot bo'lgan. Hürmetli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.